Kapot olasanmi bu xarita 408 o'tga? Voy qishloqqa o'yladim qara. Agar g'alati narsa bo'lib qolsa-chi, u xaritaning ichida g'alati bo'lib qolsa-chi. Masalan, senga hozir 208 unut berib, menga yoqsa 208 unut bersam bo'ladimi? Yo'q, kapot, unaqa bo'lmaydi. Men sotuvchiman, man axlat qo'yaman, kapot, xolasang olma. Qishloqqa bo'pti olaman, mayli ko'ramiz endi video uchun olman o'sha xaritani. Men senga 408 izumrud kapot bo'ldi, oldim men senga xarita. O bo'ldi, rahmat. Vau, to'xta, bu yerda oddiy joy-ku, ham bu yerda kres bor ekan bitta. O'shada qizil joy, kresga borsangiz zo'r narsa bo'ladi. Nima bo'lar ekan qishloqqa aytib bera olmaysan menga? Voy, borchi ko'rasan kapot. Uzoq borishim kerak ekan hali. Aytchi, o'zi nima bo'ladi? Qiziqib ketaman-da. Yomon meni aldashmaganmikan? Yo'q, sen meni aldaymaysan. Uni qishloq emassan-u. Qishloq sotuvchisan-u sen. Amalazgacha aytaman, qara, yaqinda o'tda juda boy odam yashagan, aynan o'sha joyni tanlabdi. Keyin yo'qolib qoldi, prosta yo'qolib qolibdi. Tushunarli, qanaqadir g'alati voqea ekan. Bo'pti, qishloq, rahmat senga. O'z ko'p odamlarga sotmadim, faqat senga sotdim. Seni ko'proq taniyman, o'shaning uchun senga sotdim. Bo'pti, kapot, men ketdim. Bo'pti, qishloqqa. Oy do'stlar, hammaga salom. Men otim Kompot, yangi joyimga xush kelibsizlar. Do'stlar, men hozir qishloqdan 4 stakka xarita oldim. Mana qaranglar, bu yerda oddiy yashil joy, keyin bitta qanaqadir qizil krest turibdi. Hozir u yoqqa borish uchun menga juda ko'p vaqt ketadi. O'shaning uchun o'sha yoqqa borganimni videoni yoqaman. G'alati narsa bo'lmasin deb qishloqqa meni aldamagan bo'lsin-da. Yo'q, men aldamaydi. Qishloqqa mayli tavakkal qilib, aynan shu video uchun mana shu xaritani sotib oldim 408 o'tga. O'shaning uchun aynan shuni sotib olganim uchun like bosib, obuna bosinglar do'stlar. 408 o't bekorga ketkazmadim-ku. Davay tezroq lopatamni olib, mana shu yoqqa narsalarimni olib, ishimni boshlashim kerak yurishi. Bu yerda bolg'a ekan mana lopatda. O'sha yoqqa borgandan keyin videoni yoqaman do'stlar. Ko'rasizlar nima borligini o'tda. O'zim lekin juda ham qiziqib ketaman. Nima bor ekan o'tda? Bo'pti do'stlar, men ketdim yoqqa. Mana bo'ldi, yetib keldim. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bu yerda hech qanaqa qasr yo'q yoki boyvachcha aytganda millionerlarning uyi. Tushunmadim, bu yerda oddiy kres bor bo'ldi. Nimasi bu? Aldanib meni qishloqqa. Yo'q, meni o'rtasiga turdim. Men hech nima yo'q bu yerda. Nimasi bu? Men tushundim. Do'stlar, balkim buni ichida xazina bo'lsa-chi, mana shu kreslar xazina bilan qilinadi, to'g'rimi? Xazina shunaqa kres qilib qo'yishadi, xazina bor joyda. Bo'lmasam qazichimi bor ekan do'stlar, rostdan xazina bo'lib qolsa, keyin xazinaning ichida juda ham ko'p izmut almaz bo'lib ketsa, va bo'lmasam tezroq qaziymiz. Lekin almaz izmut bo'lganda menga qishloqqa bu xaritani sosmaslik, to'g'rimi? Amal farqi yo'q, menga pul ishlatdimi, demak bo'ldi, qazishim kerak. Oxirigacha ham qaziyman nima borligini. Xo'shchalik, bu yerda hech narsa yo'q. Abbo, men shunda to'g'risidaman, mana shu kres X, mana shu qizil X, hech nima yo'q bu yerda. Mayli, yana qazib ko'raychi, balkim chuqurroq qazsa. Men qayerga tushib qoldim hozir? Nima bu, qayerga tushib qoldim men? Yaxshiyamki qazinaman yana. Nima bu? Bu oddiy narsa, bunaqa narsalar bor ekan. Lucky block, voy, voy do'stlar, qani kirib ko'raychi, ish qilib hech kim bo'lmasin deb o'shaydi. Hoppa. Bo'ldi, hech kim yo'q ekan bu yerda. Bo'pti do'stlar, hozir men qaytaman tepadagi narsalarimni olib. Hozir mana do'stlar, men qazidim, hozir hammasini qazib chiqdim, ko'rib chiqdim. Mana shu krestda, qizil krestda shunaqa narsa bor ekan. Tezroq ko'rishim ketyapti, hammasini ko'rgim kelib ketyapti. Men yer ko'pligidan sunduqlarga qo'yib chiqdim hamma yerlarni. Komfortli bo'lish uchun o'zim yer qo'yib chiqdim. Voy do'stlar, qaranglar, shuncha zo'r joy ekan. Hozir endi hammasini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Voy, davay nimadan boshlaysiz ekan? Men Lucky Blockdan yoki buni qaranglar, qanaqa narsalar bo'lar ekan? Izmrud, olmos, wow. Mayli, videoni oxiriga qoldiramiz. Mana bu tom bo'lar ekan. Xo'p, mana bu yerda nima bu? Bu yerda olmos, bu yerda suyuqli nimadirlar. Xullas, hozir hammasini ko'rib chiqamiz sizlar bilan do'stlar.
Wow, mana kitoblardan boshlaymiz. Balkim shu kitoblarning ichida nimadir bormikan? Hozir maslarga ko'rsataman. Mana do'stlar, men qazidim, lekin hech nima topganim yo'q buni ichida. Buni ichida hech nima yo'q ekan. Bu nima bu? O, oddiy chelak borgan bu yerda. Bu yerda ham oddiy chelak. Xo'p, bu yerda nima ekan? Ha, bu yerda ham oddiy chelak. Bu yerda ham oddiy chelak. Agar mana shu oxirida oddiy chelak bo'lsa, videoni tugataman. Bu yerda boshqa narsa ekan. Bu yerda udichka. Oddiy udichka emas, balutichka, almazli udichka. Hozir almazli udichkada balut tutib ko'raman. Balkim omadli udichkadir bu almazniku. Oppa, balut tutdim shekilli. Mana balut tutdim, balut. Mayli, buni qiynamay qolaylik. Qornim to'q, suvga otib yuboramiz. Yaxshimisan balu? Bo'pti, ana cho'kib ketdi balu. Endi nima qilsa bo'lar ekan? Bu yerda shuncha ko'p narsa nimadan boshlaykan yana? Mana hozir 1 2 3 4 ekan bo'laman. Ham 4 chelak hozir olib ko'ramiz. Bunga tegsin nima bo'lar ekan bunaqa narsalarga, suyuqli narsaga? Tushundim. Tegish mumkin emas ekan. O'shaning uchun bularni olib ko'ramiz. Mana buni oldim, rang-barangli narsa. Nima bu? Prosta rang-barangli narsa. Bu nima ekan? Bu neftga o'xshayapti. Qanaqadir chelakda olib ko'ramiz buni ham. Tushundim. Sous ekan, sous deb yozilibdi. Sous ekan, oddiy sous. Sous menga uncha yoqmaydi. Mayli, qo'yib qo'yaveramiz. Yana chelaklarni, keyingilarini olib ko'ramiz. Yana keyingilar nima ekan? Qiziqib ketaman juda ham. Mana ikkita chelak qoldi, bu ham ikkita. Bu nimaga o'xshayapti? Bu sok, oddiy sok ekan. Tushunarli. Sokka ham qo'yib qo'yamiz, keyin oxirgi chelakni olamiz hozir. Balkim mana sokda cho'milsa bo'lar ekan, yoki ichsami? Cho'milsa bo'lar ekan, lekin ichsa bo'lmas ekan sokka. Mayli, buni ham qo'yib qo'yamiz. Oxirgisi bu nimaga o'xshayapti? Davay sakraymiz. Yetmayapman-ku, davay. Bo'ldi, tushundim. Bu sut, oddiy sut ekan. Tushunarli, sut oddiy. Yaxshi. Xo'p, mana qo'yib qo'yamiz. Buni cho'milsa bo'larmikan? Nima bu? Achib qolgan sutmi? Mana buni qaranglar. Yarim suvni yo'q qo'rdim, mana suvni. Achib qolgan sutmi? Balu, yaxshimisan? Yaxshi yo'qshmayapti lekin balu. Mayli, buni ham qo'yib qo'yamiz. Endi nima qilaman? Nima qiyin kelib ketibman? Lucky blocklarni ochimikin deyapman. Davay ochib ko'rgim kelyapti, lekin videoni oxirida ochaman shu Lucky Blockka. Mana shu uyga tomiga ham chiqib ko'raymikan. Bu nima ekan? O'zi uyda verstak, pechka, mana yerda sunduq bor ekan. Mayli, sunduqqa yana qaytamiz. Mana bu yoqqa kelamiz. Bu yerda nima ekan tomda? Tushunarli, prosta dam olish uchun joy qilib qo'yilgan. Dam olish uchun joy qilib qo'yilgan ekan. Yaxshi, bu yerda dam olsa bo'lar ekan. Boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Bu yerda nima sunduqda qani? Tushunarsiz narsa, qanaqadir yermi? Tushunmadim men. Bu oddiy yer ekan, bog'liq qo'yilgan yer bor-ku, narsalar o'sadiganligi. Bu almazni ekan. Tushunarli, qani bunga tegsin bo'lar ekan. Bunaqa gul o'tsa demay qo'lsa tezroq o'sadi bu gul. Nimadan bo'ldi bu? Kaktus, matigadan bo'ldi. Matigadan kaktusga o'xshagan yoki yo'q, oddiy matiga. Ham narsadan bo'libdi, yerdan. Xo'p, otib yuboramiz, men kerak emas. Mana mamba mashina deb yozilgan ekan. Vau! Haqiqiy mashina ekan do'stlar, mana qaranglar. Bu anaqa-yu. Qayerga chiqib ketolmas, nan tepaga chiqib ketaman. Bu parkga qo'yadigan mashina-yu, ko'rganmisizlar parkka borganinglarda. Shunaqa suvda suzib yuradigan narsa do'stlar. Bu mashina ekan. Davay bo'lmasa, mashinani yana tepaga olib chiqib qo'yaymikan. Tepaga olib chiqib qo'yaman. Yo'q, hadash qiyin ekan bu narsani, kerak emas menga, yotib yuboraman. Hadash qiyin ekan bu narsa. Mana bu yerda almazlar bor ekan, ko'rmay qolman. Menga yana tajribalar beryapti bu almaz. Tushunarli, hamma almazlarni olib chiqaman, men kerak olib qoladi menga. Keyin Lucky Blocklarni ochimikin, tezroq Lucky Block ochim kelib ketyapti o'zi. Birinchi o'ylab mana bunaqa narsalar ochaman. Sindirsa degan narsalar tushish kerak. Oppa. Pistolet tushdi, oddiy qurol tushdi, tushunarli. Shariklar bilan otar ekan, qanaqadir. Yaxshi. Mana nima bu? Tushunarli, pat kerak emas, pat menga. Olma, yaxshi, oltinli olma tushdi, men kerakligida hozir. Obbo, yana pat tushdi. Yana sindiramiz, nima tushar ekan bu yerdan? Qilich tushdi, qilich. 6 o'zimgida ham 6 edi-yu. Mayli.
Bu yerda nima ekan tushunarsiz narsa, qanaqadir bu yerda ham tushunarsiz narsa. O almas, balkim almas kerak qolar. Mana nima bu yozlar? Tushunmadim men. Tushunarsiz narsa qanaqadir bo'lmasa keyingilarni ham sindiramiz. Oppa, birinchi yordam to'plami bu. Mana qaranglar, tushunarli. Buni ichsa jon to'ldirar ekan. Ichdim, hozir jonim to'ldi. Mana nima bu? Qani bular nima bu? Partiyani kitob tushdi. Yaxshi, oddiy kitob tushdi. Bunaqa kitob effektning bu yerda lucky bloklarni sindiraman quduq tushdi. To'xtanglar. Hozir shu quduqni sinab ko'raman. Men bilaman nimaligini. Hozir bu yerda damlama tushdi. Yes, omadli damlama. Hozir buni demay ichsam, otsam, nima bu omadli damlama deyman. Menda qurol bor, qochinglar. Hammalarni otib tashlayman, hammaga o'qim yetadi. Davay bo'ldi. Ana omadli shunaqa deyman. Oddiy damlamalar tushdi. Bu yerda kitoblar tushdi. Mana lucky blokda nima ekan? Yaxshi kitoblar bo'tdi. Men tushundim. Ne bu yoqqa qo'ydim. Buni qishloq tushunarli. Mana bu narsani men hozir sotsam bo'ladi qishloqda. Ovqatlar tushdi. Lekin buni narsani sindirsa bo'lmaydi. Xo'p, yana nima qilsam bo'lar ekan? Mana bunaqa branya tushdi menga ko'rsinlik, lekin men kerak emas. Mayli, menda branya yo'q, kiyveramiz. Men quduqqa hozir narsa otib ko'raman. Qaranglar, ko'ringlarmi bo'lishini. Yop, ana ko'rdinglarmi bo'lganini? Momenta ovqatlar tushib keldi, almazlar. Almaz tushmadim faqat, ovqat tushdimi? Voy, kartoshka mayli, kartoshka ham shirin ko'p ovqat tushadi deb o'ylasam. Esinglarda bormi bu joy qanaqa edi? Yaxshi edi, hamma joy zo'r turuvdi. Men kelgandan keyin qanaqa qo'yib ketdim bunaqa joy. Do'stlar, bo'pti, sizlar uchun hammasini qildim. Sizlar uchun 4 stak izumrud berib yubordim qishloq sotuvchiga. Shuning uchun like bosmasanglar xafa bo'laman do'stlar. Obuna bo'lmasanglar xafa bo'laman do'stlar. Hamming xayr do'stlar. Sog' bo'linglar. Like bosib obuna bo'lishingizdan chiqmasin.